Birinchi boradigan joyimiz inshaalloh Qubo masjidi. Qubo masjidi olami jahonda, ya'ni bizi islom kelgandan keyin islom dunyosida birinchi qurilgan masjid. Rasululloh aytadilarki, kimki Qubo masjidiga borib 2 rakat namoz o'qisa, o'sha odam bitta umra qilgan savobiga ega bo'ladi. Bu majoziy ma'noda aytilgan narsa. Hozir nasib qilib sizlar o'shga boramiz, 2 rakat namoz o'qiysizlar. Ertaga nasib qilsa umra qilganlaringda umrani mashaqqatini ko'rib turib, Xudo shunchalik bizga osonlik qilib qo'ygan ekan-da. Rasululloh bizni o'ylagan ekanlar-da degan tafakkurga borasizlar. Faqat buni fikrlash kerak ekan odam. Har bir bo'layotgan ishda odam tafakkur qilish kerak ekan. Fikrlash kerak ekanki, Xudo hamma yo'lda bizga yengil qilyaptimi? Endi buni shukrini ado qilib qo'yishimiz kerak ekan. Qanaqa qilib ado qilamiz? Mana bitta sizga oddiy savolim, Qul ya ayyuhal kafirun surasini bitta hamma biladimi? Qubo masjidiga borganda 2 rakat namozni birinchi rakatiga Qul ya ayyuhal kafirun surasini, ya'ni Kafirun surasini birinchi rakatiga o'qinglar deganlar Rasululloh. Ikkinchi rakatiga Ixlos surasi o'qiladi. Bir 5 yoshli bola betob bo'lib qoldi. Lekin 5 yosharida dadalari harakat qilib qori qilgan ekanlar. Tabib olib kelishibdi. Tabib kelib ko'rib, bolan ahvoli og'ir, endi bandali ekan, tayyorgarlik ko'raveringlar debdi. Hali bolachadan chiqqan gapni qarang, aldayapti debdi. Iye, bola alaqsirayapti debdi tabib. Yo'q, men alaqsiraganim yo'q, yolg'on gapiryapsan debdi. O'g'lim, beodoblik qilyapsiz desa, to'xtang dada debdi. Tabibni ham chaqiring debdi. Xo'p, tabib aytayapti, bolan ahvoli og'ir, tayyorgarlik ko'rib o'ladi deyapti endi, ha dada, ha. Men o'lmayman debdi bola. Iye, hamma hayron. Nimaga buni gapiryapti? Hayron bo'lib tursa bolani gapini qarang. Xudo va'da qilgan, kimki qori bo'lsa, ilm olsa, azizi mukarram bo'lmaguncha o'tmaydi bu dunyodan degan Xudo. Men hali aziz mukarram bo'lganim yo'q degan ekan, tabib dodni voribdi. Qarang, shuning uchun shak qilmasligimiz kerak. Bola voyasiga yetib azizi mukarram bo'lib o'tibdi. Bu narsani men sizlarga Qur'ondan olmayapman. Sizlarning ichlaringdan olib gapiryapman. Bo'lgan voqelik bu. Hozir Qur'on, oyat, hadisdan aytsam ko'p odam tushunmaydi. Tushunmasdan, bilmasdan turib, ha devorsa gunohkor bo'lib qoladi. Shuning uchun qo'rqamiz. Sizlarga oddiy bo'layotgan holat. Assalomu alaykum, hurmatli besharlik hamyurtlar. Mana bugun biz mana Qubo masjidiga keldik. Masjidda 2 rakatdan namoz o'qib, niyat qildik yurtimizga. Allohim keyinlar mana yuksak kiraverdi keldik. Sharoitlar zo'r mana. Hamma joylarga olib borishyapti milliy boshlarimiz. Sinalganimiz yo'q. Har doim mashinalarimiz tayyor. Masjidlarimizdan yaqin bo'lganlar masjidlar. Rahmat, yuksak kiravergan. Yurtdoshlar sizlar ham kelinglar. Rahmat. Sardorbekka ham rahmat, Sardordek jo'natganingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Videochiga ham rahmat. Videochiga ham rahmat. Azamjon ham yaxshi xizmat qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Azamjon ham qilyapti, Azamjon ham niyat Ramazon. Sizlar ham ikki og'iz gapirib birga qayta sen orqangda rahmat olyapman. Alhamdulillah, Allohga behisob shukr. Shunaqa farzandlar bergani uchun. Allohim bundaqa masjidga kelib yana namoz o'qish hammamizga nasib qilsin. Xayr demaymiz, ko'rishguncha deymiz. Onalar rosa qalbani yeyib turibdi.
keldi. 2 rakatdan namoz o'qidi. Xudo xolasa iftorga yo'lamiz. بالضبط هي ولي بتوقتي في الزمرات. Kuba masjidimiz oldu. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا